Assalomu alaykum. Bugungi ishimiz bizada Cherry Tiggo 8 Pro Max. Mana pulti Yamandayna o'ziniki, ochiq pult turibdi. Bu odamga qo'shimcha pult kerak ekan. Biz ham unga iminning viddagi pult o'qitib berdik. Mashinani ochib bilishlari, mana mashina ilib ochib turibdi. Mashinani yopib ko'rsataman. Yana bir narsa. Bunda rushnoy o'zining ekstrini kiliti bor. Bu yerga kiradi. Mashinani agar akkumulyatorlar o'lib qolsa, rushnoy ochib bilishi mumkin. Bu yerda endi joylashadi. Mashinani ochamiz. Mashinamiz yondi. Kimdan shunday xizmatlar kerak bo'lsa, kalit ustasi Toshkentda Urganch murojaat etasizlar. Hammaga rahmat.